Bu bizning mahalla. Yaqinda mahalladagi bolalar uchun yaxshi yangilik bo'libdi. Har holda ularning xursandligiga qaraganda shunday. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men xursandsilar. Darsdan kelyapmiz. Qanaqa dars hozir ta'til bo'lsa? Marjon opam kelib bizga dars o'tyaptilar. Oho, amujazor. Bo'pti, unda bora qolinglar. Darsga kechikmanglar. Yaxshi o'qinglar. Menimcha bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi. Har holda bolalarning xafaligiga qaraganda shunday. Good morning children. Good morning. Ha, xafasizlar? Bugun dars bo'lmadi. Nimaga? Bilmasak. Buni aniqlashtirish kerak. Marjonaxon, bolalarga ingliz tilidan dars berib, qishlog'imizda zo'r tashabbus boshlabsiz. Boshlashga boshladim-u, lekin umuman dars o'ta olmayapman. Sabab? Ko'zi yongan bolalarni ko'rib ishtiyoq bilan dars o'taman desam, doim nimadir xalaqit beraverdi. Assalomu alaykum. Oyim tizga chiqarib yuborgandilar. Tiz berib yubora olasizmi? Uy yumushlari, mol holini unutib qo'ysam bormi? Marjona, sigir ovozini eshityapsanmi? Yemishini berib tez sog'ib ol. Gohida esa o'zbekchilikda chaqirilmagan mehmonlar ham kelib turishadi. Assalomu alaykum kelinglar. Va alaykum assalom. Sovchilikka keldik. Gap bu yoqda deng. Unday bo'lsa, sizga nima kerakligini bilaman. O'quv markazi. Bu nafaqat menga, balki butun qishlog'imiz bolalariga ham kerak. Unday bo'lsa ochamiz. Qanday? Har qanday faoliyatni boshlash avvalambor uni rasmiylashtirishdan boshlanadi. Kichik sarmoya bilan tadbirkorlik boshlayotganlar uchun eng qulayi shubhasiz YTT. Ushbu QR kod orqali YTT sifatida ro'yxatdan o'tish tartibi haqida batafsil bilib oling. YTTda qator yengillik va imtiyozlar bor. Masalan, ular 5 nafargacha xodimlarni yollash huquqiga ega. Sizga chet tillarini o'rgatish bilan shug'ullanish uchun litsenziya ham, ruxsatnoma ham olish shart emas. Shunchaki www.litsens.gov.uz tizimi orqali xabarnoma yuborilsa bo'lgani. Xabarnoma yuborish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50% to'lanadi. Pul bo'lmasa-chi, ishni qanday boshlaymiz? Bu muammo emas. Sizga o'xshab, olis va chetga mahallalarda xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha o'quv markazlarini tashkil qiladigan tadbirkorlarga bazaviy hisoblash miqdorining 320 baravar miqdorida foizsiz qarz beriladi. Qarz berish shartlarini ushbu QR kod orqali batafsil bilib oling. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'quv markazini ochib 24 oydan ortiq faoliyat ko'rsatganingizdan so'ng tadbirkorlik uchun bino va inshootlarni qurish, ta'mirlash va jihozlash uchun beriladigan bazaviy hisoblash miqdorining 6000 baravari miqdorida qarz olish imkoniyatidan foydalanish mumkin. mana shu joydan o'quv markazi sifatida foydalanib turish mumkin. Albatta pastroq ijara summasi bilan. Jami 3 ta xona. Ha, joylashuv ham yaxshi. Shundoqqina mahalladan kiraverishdi. Xuddi shunday. Joy ham topildi. Ana endi bu ish bilan shug'ullanish uchun talab va shartlar bor. Masalan, o'quv markazi hududi devor yoki panjara bilan o'ralgan, tungi yoritgichlar o'rnatilgan, ichimlik suv va kanalizatsiya bilan ta'minlangan hamda gigiyenik talablarga muvofiq bo'lishi shart. Talab va shartlar bilan batafsil ushbu QR kod orqali tanishing. Soliqlar-chi? YTT sifatida quyidagi soliqlarni to'laysiz. Daromadingiz 1 milliondan 100 million so'mgacha bo'lsa, qat'iy belgilangan soliq. Daromadingiz 100 million so'mdan 1 milliard so'mgacha bo'lsa, 4% aylanmadan olinadigan soliq. Daromadingiz 1 milliard so'mdan ortiq bo'lsa, 12% foyda solig'i, 12% qo'shilgan qiymat solig'i. Agar xodim yollangan bo'lsa, yana 12% ijtimoiy soliq to'laysiz. Shunday qilib Marjona o'z o'quv markazini ochdi. Qishloq bolalari uchun bunday markaz ochish bir paytlar uning xayoliga ham kelmagandi. Hozir esa u o'z biznesiga ega tadbirkor qiz. Qolaversa, mahoratli o'qituvchi ham. Qishloq bolalari esa hamma sharoiti bor shinam binoda til o'rganishyapti. Qahramonimiz bu orqali har bir ishda muvaffaqiyatga erishish mumkinligini isbotladi. Buning uchun istak, harakat va qonuniy tartib-tamoyillardan xabardor bo'lish kifoya.